Malik emas. Abdumajid aka 25 million naqd pul beraman bersangiz. Ko'nglingiz nechi? 30 mi ko'nglingiz? Miksalar narx tushib ketyapti-ku. Nima bo'lyapti sizga? Sotmoqchimisiz? Sotib ketmoqchisiz? Pul kerak-a? Kelishtirib ayting. Rostligini. Men baraka dedimmi? Shu yerdan kim oladi, olmaydi qizig'i yo'q. Men sizga pulini beraman, baribir. Tushundingiz? Hozir Instagramdan ko'rib kelyapsizmi? 2010 gibrid bitta gidrolika va qolgan joy prosto krilo, kapot, bu krilo ishi, arqa krilo radnoy, arqa kapot alishgan. Bu krilo kraska, men bu ikkita eshikni ko'ra olmadim. Shunday o'tib ketdim. Hech kim meni aldayman deb kelmaydi. Men ham birovni aldab qo'ymay deyman-da. Hozir qayg'indir radnoy deb qo'yib, erta kimdir olib kraska chiqib qolsa, Akmal akani tonish ekan bu yigit deydi. Kraskasini aytmabdi, hamma to'g'risini aytotuvdiki deydi. Men kraskani aytishim, mashinani yerga urishim emas, aybi. Tushundingizmi? Borini boricha aytaman. Lekin menda shunsa bo'lmagan. Egasida bo'lgan. Har doim birinchi ega yomon politsiyachi rulga kelgan. Yaxshi politsiyachi ikkinchi ega bo'ladi. Kim olsa ham oldi sotdi qila olishga rozi bo'la olish kerak. Bo'lmasa yo'q. Generallarni siz mashingami? Olib beringchi. Aka, nima qildik? Bo'ladimi 25 ga? 30 mi ko'ringiz kamiya, hech bo'lmasa. Qarang, men savdom to'xtaydi, men odamlar uchun oxirini bilib so'rab aytaman-da. Men buncha bo'lsa beraylar ekanlar, men buncha ko'ngillari ekan. Mashina guringlar ham bo'ladi-da. Nexia 3 kunmanda. 35 dan. Tortmaydi 35. Akalar kimga keryapsa 32 millionga berar ekanlar, naqd sanagan odamga. 2010 gibrid gidrolikasi va prosto qolgan joy.